so'radim. 4,5 million so'radingiz, bermayapti. Ha, bermayapti. Mana uni 3 million 100 so'radim. Aytilish qanaqa ekan? Buni 4 million baho qo'yapti, bunga 6 million baho qo'yapti. Ona bolaga. Ona bolaga. Qanchadan oldingiz aka? Assalomu alaykum. 23 dan. Qo'chqor hammasi. 23 dan baraka bo'pti. 105 mingdan hech kilo go'sht qilsa pul sana berilishga olingan ekan do'stlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugungi videomiz Nishon 1-savxoz mol bozoridan bo'ladi. Bugun 22-aprel hafta kuniga seshanba. Bu bozor har doim seshanba kuni bo'ladi. Do'stlar, videomizga like bosib qo'llab turishlaringizni so'raymiz. Kanalga mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysanglar kanalga obuna bo'lasizlar. Xo'p, mana bular baraka bo'lib chiqibdi, hozir so'raymiz. Hech bilan baraka bo'lgan. Qanchadan oldingiz aka? Assalomu alaykum. 23 dan. Qo'chqor hammasi. 23 dan baraka bo'pti. Aytilish qancha edi bozorda? Aytilishi 28. 28 aytilishi 23 dan baraka bo'pti. Samarqandga ketdi. Tog'a, Qo'chqor qancha bo'ldi? Hey tog'a. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bular? Ular 105 ta so'ylar. Trivazingami yo har chiqqan go'shigami? 105 mingdan hech kilo go'sht qilsa pul sana berilishga olingan ekan do'stlar. Bular qancha bo'ldi tog'a? Assalomu alaykum. 23 dan boyagina Z ekan. Do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Telegram kanalimiz ham ishlab turibdi. Chora olami. Qani? Chora olami Telegram kanalimiz. O'tib olsanglar, uydan sotilayotgan mollarni do'stlar tushirib boraverasizlar. Sotib boraverasizlar demoqchiman. Dastavka ichida mashina nomerini ham tushirib qo'ying. Bu olindimi hozir? Sotilar aka. Hali olib kirmadingizmi bozor? Dastavka ichida olinyapti, sotilaveradi-da. Sotaverasiz. Sotilaveradi. Gapi. Men dastavka ko'proq bo'lsa bu mashina kamroq bo'lsa bu Xorazmnikini ko'rsat. Xorazm ham boraylar. Ayting nomeringiz. Nomerdimi? Ha, 99lik 99 317 aha 1978. 1978. Xorazmdan kelgan mehmon o'z qolyapti. Mayli, salomat bo'ling aka. Moshin emas, mol chirishga kelganman aka. Qancha bo'ldi ona bola? Assalomu alaykum. 1 million 700 bo'ldimi? 17 ga olinibdi ona bola. Bu boyagi qo'chqorlar 105 mingga so'rab olinishga. Qancha oldingiz amaki? Assalomu alaykum. 2 million 400 ga baraka bo'pti. Qo'chqorchi. Echki qancha bo'ldi tog'a? Assalomu alaykum. 1 million. Kanaldan. Chora olam aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana shu yoqda Botir kimdir? Botir Shodiyev degani kim? Qarismi? Ha. 600 ming oladi bir chiqarishga. Yo'q, Bepul chiqaramiz. bepul chiqaramiz biz xalq xizmatida. Boradi, chiqarib berib 600 ming oladi. Yo'q, Men o'zim bo'lmang. nima bo'lyapti hozir aka? Bir ayting. Mana ona bolani Ona bola ikkita sariq. Aha. 4,5 million so'radim. 4,5 million so'radingiz, bermayapti. Ha, bermayapti. Mana uni 3 million 100 so'radim. Aytilish qanaqa ekan? Buni 4 million baho qo'yapti, bunga 6 million baho qo'yapti. Ona bolaga. Ona bolaga. Nechinchisi ekan bu? Ikkinchi bolasimi, nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Mayli, savdoga baraka. Salomat bo'lingizlar. Qanchadan oldingiz? Sotilyaptimi? 38 bo'lsa berma. Hamza aka. 41 bo'lsa sotib ketaman deyapti egasi. 4 million 100 dan. Qanaqa kanal? YouTube kanali aka, Chora olam. Voy, ikkita maydangiz o'zi bo'ldi. Qiyinda. Qiynamay.
Erkak urg'ach aralash bir 12 ta 13 ta bor. Ona bola qancha ekan narxlar aka? Bir yaş gap qo'yma. Qancha so'rayapsiz uloqni? 500 dan so'radim. 700 dan. Deyapti bu 700 so'radim. 500 ga so'rayapsiz. Aytilish 700 dan ekan uloqlar mana. Kerak bu. Ona bola qo'ylarchi? Ana bilan 11 bilan 5 ta. 11 million ekan 5 tasi. Qaysidir egiz tuqqanmi deyman, ha? Bittasiniki egiz, bittasiniki yakki. Aytilishi 11 million endi. Bilaman jibimi. Ko'p ekanmi? Assalomu alaykum. Ha. Ha. Assalomu alaykum. Nech pul aka? Charchamas? 3 deyman kelishamiz. Nech pul sotasiz aka? Nech pul qildi bozor? Bozor 22 so'rayapti, 2 million 200. Yaxshi so'rabdi-ku. Shu atrofda hozir baraka o'tib ketyapti ekan. Bu nech pul ekan aka? 2,5 bo'lsa beraveramiz. 500 ming bo'ldi. Oldingizmi? Qo'shqarchami? Qo'shqarcha. 500 mingga mana svejiy ekan hali. Baraka toping aka. Qancha oxiri? Oxiri 2,5 deyman kelishamiz. 2,5. Yana kami bor. Ha, o'tamiz. Chekka xayri degan joyga o'tamiz. Shunday, savdoga baraka aka. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Qani? Tiqilinch ekan mana shu. Hech puldan aka, sog'liqlar aka. Assalomu alaykum. 4,5 aka. 4,5 dan. 4,5 milliondan. Bular qisirmi yo'q? Qisar go'shka bular. Go'shgan hammasi, ha? Nechidan so'rayapti bozor bular? 36, 37. 36, 37 ga bermayapsiz. Baraka toping aka, mana. Savdasiga olmay ketgan, pul olib kelaman deb qochib ketgan. Nech puldan ekan bular aka? Qo'zilar. 2 million. Assalomu alaykum. 2 milliondan narxi. Qancha qilyapti bozor? O'zini ham oling. 1,5 danmi? 1,5dan bermayapti 1,5dan. Siz Mana so'rayapsiz. cho'ponni o'zini ham oling. So'rab o'tiribman, bermayapti. Mana cho'ponni oling. Ha, yo'q-e. Ha, ana shu cho'ponni oling. Xo'p. Savdoga baraka aka. Menga qarang. Aka, Moli ko'p, nomerini olib ketavering. aytasizmi? Aytmaydi-ku. Bugun mol ko'p kiribdi, ayniqsa qo'y qo'zi do'stlar. 2 million nari beri yaxshi qo'zilar ko'rdinglar, baraka bo'lib ketibdi. Bozor tashqarisiga chiqib, videomiz birinchi qismida qo'y qo'zi narxlari bo'ladi, qo'chqor hammasini ko'rsatamiz. Ikkinchi qismida u tomonga o'tamiz, katta shoxli mol narxlari bo'ladi do'stlar. Baraka bozorlarini ko'rsatamiz. Qanchadan ekan uka qo'zilar? 3 million. 3 million? Qo'chqor ikkalasi ham, ha? Bozor narx berdimi? Ha? Qancha qildi? Nima edi? 3 million 900. Ya, 2 million 900 bundan. 2 million. Qancha? Bundan 2 million, bundan 2 million 900. Yaxshi-ku, ha? Semiz ekan-da qo'zilar, ha? Nima gaplar? O'tishda iloji yo'q ekan, ha? Aralang. Markaz bor sizda. Rahmat aka. Qo'ylar qanchadan ekan aka? 4,5 dan deyapti. Qisirmi bular? Qo'chqar. Qo'chqormi? Boqqansizmi deyman hozir? Ha, boqilgan. Bozor narx berdimi? So'ramayapti aka. Hali narx bermadi. Yo'q. Necha yosh qo'chqorlar bular? 1 ga kiryapti. Yoshiga to'lgan-da. Yoshiga to'ldi. 1 yosh. Savdoga baraka aka, rahmat. Hali bozor narx bermabdi.
Sog'liqlarmi bular aka? Assalomu alaykum. Qanchadan narx aka? Assalomu alaykum. Nech puldan qo'ylar aka? 4,5dan. Yine bolalarmi? Hammasini bolasi bormi? Nechi kishi ekan bular? 4ta ona bola. Mana bolalar ham katta bo'lib. Bolasi qaysi? 4,5 milliondan ona bola qo'yiladi do'stlar, aytilishi. Aytilishi emas. Ha, berilmaganimi? Berilmagan shunaqa ekan. Nechinchi tuxumga bular? Ikkinchi tuxum ekan hammasi. Yosh qo'ylar ekan. Ey. Ha aka. Nima gap aka? Qo'zilari bilan berdi, bilan qilyapti. Qanchadan ekan bu? 4 million 600 ming so'm. 4 million 600 dan qo'chqorlar. Boqilgan. Qancha? 27 ming. 2 million 700. Bu uchalasi savdo bo'ldimi aka? 46 dan bu. Hammasi 46 dan bermadingiz. 4 ta ekan. Necha yosh bular? Qo'zimi yo? Shakka o'tgan shak. Qo'zidan o'tibdi-da, ha? Shakka o'tibdi. Rahmat aka. Ona bolalarimikin bular hammasi? Yo qo'chqormi bular? Egizlar, assalomu alaykum. Qanchadan aka bular? 7 ham deyapsiz. 7,5. Nechinchi bolalari bular aka? Ikkinchi bas. Ikkinchi tug'um. Birinchisi ham egizmidi? Bu ben bitta tug'im. Mana shu egizib qoldi. Qo'ygan Qo'y ham semiz ekan-a? Bozor narx berdimi? 6 million 200. 6 million 200 ga bermadingiz. Ikki tishda shunaqami? Bularchi? Bularni 4 dan deyapti, 3 dan so'yadi. Qisirda bular, ha? 4 milliondan kam bor. Narx chiqdimi bularniki? 3 dan. 3 dan bermadingiz. Uyda ham ko'rsating. Mana qo'y. Kameraga sig'mayapti kattaligidan qaranglar. Mol qilaman deganga zo'r ekan. Savdoga baraka aka. Bular necha yosh bular? 2 tish ekan bular ham, qisir qo'ylar do'stlar. Qo'zi. Bunisi qo'zi tish qali do'stlar mana. Mana shuni qancha berasiz mana shuni? 3,5. To'qla dedim endi buni. To'qla. Rahmat aka. Bu ham egiz ekan bu. Assalomu alaykum. Nechinchi bolalari bular? 4-chi. 4-chi tug'umga, ha? Qo'chqormi bular? Urg'och. Urg'ochi ekan, 4-chi tug'um. Narxi qanaqa bu? 48 bo'lyapti. 48. Bermadingizmi yo aytilishmi? Bermadim. Aytilish qanaqa? 49 olsa olsin deb. 49 ga beraverasiz, ha? Egiz. Egizak. Oldingi bolalari ham egiz bo'lganmi yo? Har doim egiz. Har doim egiz turadi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Baraka toping aka, rahmat. Qo'ylar do'stlar, ona bola qo'ylar hozircha narxlar arzon aytilishlar, unaqa zo'r emas ekan. Narxlar tushdi boshlayapti chorva. U bilan u farq sizniki deka, bizniki Qo'chqorlar qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. 5 million 800 bo'ldi aka. 5 million 800 dan. Bunisi 5 million 300. 5 million 300 ga bermadingizmi? Yo'q, bermadim. Aytilishi qanaqa aka? Aytilishi 6 dan dedim aka. 6 dan. Necha yosh qo'chqorlar bular? Endi o'zi tushunib buzyapti. Yoshiga endi to'layapti. Yoshga endi to'layapti. Mana do'stlar. Bir joyga mo'ljallingiz qanaqa? O milliondan o'tsa berasiz? Ha, shunday aka. Yo'q, so'rayapmiz. Mo'ljallini qanaqa? Biz videolar ko'rib Buxorodan, respublika bo'yichadan kelyapti-da. Mol arzon ekan, narxlari aytilishi zo'r ekan deb. Rahmat. puldan qilyapmiz?
5 milyon 800 ming aka. Mana shuni o'zi. O'zimiz uchun Surxondaryo qo'shqo'rg'on. Surxondaryo Hisor Qo'shqo'rg'on. Ko'ryapsizlar do'stlar. Keyin do'stlar, boqiladigan, boqib bo'linganlari mana do'stlar. Assalomu alaykum. Chorvaga baraka aka. Ko'z tegmasin, zo'r boqibsiz. Bular necha yosh? Ular ikkitasi 4 yoshdan, kichkina qashqasi 2 yosh. 2 yosh, bu ikkalasi 4 yoshdan ekan do'stlar. Qancha vaqt boqdingiz aka? 1 yildan. 1 yildan oshdi. Bahosi qanaqa aka? Bahosi 12 dan deyamiz. 9-9,5 dan bermayapsiz. 12 bilan aytilishi. 60-70 nari beri go'shi bor, taxminan. 100 kilo. Mana ko'ringlar. Yaxshi semiribdi do'stlar. So'yib olishga ham beraverasizmi? Necha puldan bo'ladi? 100 mingdan so'yib beraman. 100 mingdan, ha? 100 mingdan so'yib beraman. Chiqqan go'shiga 100 mingdan sana 100 berar mingdan. keyin. Nomer qo'yamizmi? Qo'shqorlarsiz ko'p bo'lsa, ayting. 99lik Aha. 544 75 03. Manzil Manzil Mirishkor tuman Mirishkor. 25-savxoz. Mirishkorlik akalar do'stlar, go'sht kerak bo'lsa so'yib olishga 100 mingdan mana do'stlar. Baraka toping aka. Rahmat. Ona bola qancha ekan? Ona bolam aka, assalomu alaykum. Qancha aka? Ha, akaga qo'ydi berib ketibdi, sotib olingan ekan. Tak, bu yog'i siyraklashib qoldi. Qo'ylar qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, brat? Qo'ylar aka 3,5. 3,5 dan. Necha yosh bular aka? Bir tuxma, ikki tuxma, uch tuxma ekan. Bir tug'um, ikki tug'um, uch tug'umgacha bor. Yoshlari, zo'rlari qaysi-qaysilar? Mana shu semizlarmi? Necha puldan bular? 3,5 deyapmiz kam. Hammasi, ha? 3dan so'ra, hammasini bir joyga. Bermadingiz. Shunday bermadi. Bular bo'g'ozmasmi? Qisir bular qo'zidan chiqqan. Qo'zidan chiqdi. Qisir qo'ylar. Bilasizlar? Savdoga baraka. Aka, rahmat. Qo'ylar narxlari tashashni boshladi. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz? Ona bolami? Qo'zi qancha? 2,5. Qo'ychi 3,5. Necha yosh qo'y? 1 yosh. To'qlagan-da. Necha pul so'radi bozor aka shuni? 3 million bozor so'rabdi, bermabdi. To'qli qo'y. Mana bu yerda ham sovliqlar bor ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'ylar aka? Qo'ylar 6,5 dan. Nechinchi tug'umga bular? 1-2 tuxma qo'ylar. Birinchi tug'um, ikkinchi tug'um. 6,5 danmi? Yana bola. Ha, bolalari ham bor. Mana. Hammasini yonida bor-a? Hammasini bolasi bor. Bozor narx berdimi aka bularga? Yo'q, ketadimi? 5,5 dan so'rayapti. 5,5 ga bir joyga. Bir joyga. Bittasini bolasi yonida ekan mana. Ko'pmi buni izi? Qayerdiki? Dehqonot. Nomer aytib qo'yamizmi? Nomer yozing. Ayting aka. 97lik. Xo'p. 3-8. Aha. 02-17. Gaplashib olaverasiz. Yo'liga qancha qilib berasiz mana shunday? Yo'liga. Kelishtirib beramiz, telefon kelaversin qani. 5 dan kam bormi yo'qmi aka? Yo'q, 5 dan kamiga yo'q. 5,5 dan so'rayapti bir joyga. 5,5 dan bermayapsiz. Mana. Chorva olaman aka. Qaysi bolani? Tanishdingizmi? Ha, tanishdim. Aka. Qo'shqor qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Qo'chqor 5,5. Qaysi kanal? Chorva olaman aka. 5,5 million aka. Qaysi kanal? Chorva olami? Ha. YouTube'da. Bozor narxi berdimi bunga aka? Bozor 5 million so'rayapti. Ha, bozor so'radi, bermadingiz.
Necha yosh ekan bu? 2 yosh. Aytilishi qanaqa? 5,5 aytilishi 5 ga berilmayapti do'stlar. Sotilishi 5 dan o'tsa beraverasiz. Akani mo'ljali 5 dan balandroq ekan do'stlar. bizni ham ko'rsatingda Rossiyadan boshlarimiz. Mana akani o'zi. Dehqonchilikmi sizniki? Dehqonchilik ekan mana. Savdoga baraka aka, rahmat. Tak. Ona bola qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Ona bola 5 deyapti, 4 so'rayapti. 5 million aytilishi 4 million bermayapsiz. Nechinchi bolasi ekan? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Tusoq qo'y mana sizlar birinchi bolasi. Rahmat aka. Mana bu yerda optim qo'zilar ko'raylik nima gap ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan aka? 26 dan aka. Qo'chqormi hammasi? Qo'chqor 20 ta qo'chqor. 20 ta qo'chqor 26 dan. 26 dan 2 million 600 dan. Hozir qancha savdo bo'lyapti aka? Urg'ochilarni so'rayapti, ko'ring borib aka. Bularni qancha so'rar bo'lsa? Bularni bir joyga 22,5 dan. Bermay turibsizmi? Bermay turibdi. 22,5 dan berilmay turibdi. Dadil qo'chqorlar, qo'zilar do'stlar mana. Orasida kichikrog'i bor ekan, bir Kichikrog'i ham bor. bu tomon ham bir xilmi sizlarniki? Mana shu taraf ekan faqat mana. Qayerdiki? Mirishkor. Mirishkor. Nomer aytamizmi? Nomer aytamiz aka. Ayting. 97lik. Aha. 312 Xo'p. 75 30. Qanchaga bitadi endi? 24 dan bo'lsa bir joyga baraka. Bu yo'qni gaplashib olaverasiz endi. Gaplashib Dastavka, pastavka. Dastavka yo'q aka bizda. Endi kelishasiz-da. Xo'p, rahmat aka. Mirishkordiki ekan. Urg'ochilarmi deyman bu. Aka aytganda. Assalomu alaykum. Siznikimi aka? Ularniki. Bular nech puldan ekan? Assalomu alaykum. 4 million. 4 milliondan. Necha oylik katta ekani? Dekabrskiy qo'zi. Dekabrskiy. Bozor nima deyapti aka bularga? 32 dan so'rayapti aka. 32 dan. G'uzormi aka? G'uzor. G'uzorni qo'ylari, qo'chqorlari bo'lsin. Nomer aytamizmi aka? Aytamiz 91 950 Aha. 4888. Bular qancha aka endi? Bular kelishamiz aka. 32 dan real bermayapsiz. Real bermaymiz. Tirik vazni nechi bulardi? 55 kilolar bor. Bo'ylari ham baland ekan. Telefon qilaverasizlar agar mabodo aka. Qiziq bo'lsa. Mana buni ham ko'raylik, shu bilan keyin videoni tugatib o'ramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Ko'tarib ketdi. Hali ketdimi? Bular sotuvdami aka? Assalomu alaykum. Qanchadan ekan aka? Bular 3,5 dan deyapsiz. 3,5 milliondan. Qo'chqormi hammasi? Qo'chqor bor. Qayerdagi? 10 safos. 10 safos. Bozor qancha so'rayapti aka? Bozor 31,5 dan qilyapti. 31,5 dan bermayapsiz. Sizlar Shu bozorda yurgan ekan. hammasi qo'chqor. Semizlari ham bor ekan mana bunaqa. Shu bozorda pul berib bo'ladimi? Bular qayerdadir o'tlab yurganmi endi? Qayerda boqilgan endi bular? Dalada yurgan. Daladashda yaxshi semiribdilar ekan. Donaga ham sotdilarizmi shunaqalarni? Mana shu hozir olib chiqdik tortib. Shuni nech pul qilib berasiz mabodo? 3,5 dan baland bo'lsa beriladi. Lekin hammasini olsa qancha bo'ladi? Hammasi
32'den. 32dan, ha? Nomer aytasizmi? 97'lik Aha. 310 Xo'p, 1797. telefon qilaverasizlar do'stlar. Ismingiz nima edi? O'ktam aka. Xo'p. Rahmat aka. Do'stlar, qo'ldan kelgancha narxlar bilan tanishtirib o'tdik. Hammalaringizni Telegram guruhimizga taklif qilamiz. Uydan sotilayotgan qo'y, qo'zi, mol nima bo'lsa, rasmini tashlab sotishinglar mumkin. Birinchi savxoz mol bozori bugungi videom shunaqa bo'ldi. Keyingi qismlarda katta shoxli mol narxlarini, keyin echki narxlarini ko'rsatib ketamiz. Salomat bo'linglar do'stlar. Layklar bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu joyda lokatsiyasini Telegram guruhimizga, kanalimizga tashlab qo'yganmiz do'stlar. Kelmoqchi bo'lganlar lokatsiyani Telegramdan topasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar.